Boshlaymiz. Bu spinner Akbar, Ziyod, men Nodirbek Norto'rayev va bu pluslar biz yana haftalik xabarlar bilan Katta komandani boshqarmagan. men nom tanlashganmiz. Qiziq. Nomi uchunmi ekan? KKK ketyapti hamma nima trenerlar o'shaning uchun. Rasmiy hech kim chiqarib gapirmadi. No, Ukraina sekin-sekin men 27-dan bitta ishlatib ko'rdi, sal ichkariroqda. Ukraina bemalol ishlatish mumkin degan. Bu sal eskalatsiyani kuchaytiradi. Bir 15 mingtami kommentariya. 5 mingtasi nimaga bu bitta o'zi sayohatga chiqadi deb so'kkan. 5 mingtasi bolani so'kyapti, 5 mingtasi bolani nomidan qirg'izistonliklar uzr so'rayapti. Kuryer biznes juda ziyon ko'radi, katta ziyon ko'radi. O'sha skuterda anaqa qimmatlashib shekilli dastavka. Kecha qo'yishyapti-ku. Skuterdagi dastavka mashinadagidan qimmat turibdi. Ikkalamiz bordik, ikkalamiz urush bo'lib ketdi, sovuq qurol ishladilar, biz pichoq tiqdik bunga. Buni o'rtog'i kelyapti, mashina bilan sizni urib ketyapti. Endi kechroq chiqmaganlik bo'yicha dokument qilishda so'qqa qilinadi. $100 800 ming. Men 1 milliondan pasini tasavvur qilaman. U UFC qilmoqchi. Ha, Oq uyda UFC Oq uyda eshigi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, operatorimizdan iltimos qilib qolamiz jim bo'lishini va biz boshlaymiz. Bu spinner Akbar, Ziyod, men Nodirbek Norto'rayev. Vot. Va bu pluslar biz yana haftalik xabarlar bilan boshlaymiz videomizni, podkastimizda. Vot. Nimalar sodir bo'ldi hafta davomida muhim. Tak, eng qizig'idan boshlaylik. Hani O'zbekiston milliy terma jamoasini jahon chempionatida murabbiylik qilishi, kim murabbiylik qilishi savol ostida edi. Shu Fabio Cannavaro bilan kelishibdi. Kelishuv jarayonida emasmi hali? Fabrizio Romano here we go deb yozdi. Lekin o'zbek anaqalari jim adashmasa. Da, hozir rasmiy ishlanmayapti. No, aytishdi, men chempionat Aziyada ko'rdim, что Timur Kapadze unga yordamchi bo'ladi deyishdi. Agar u bosh trener bo'ladigan bo'lsa. Agar Timur Kapadze yordamchi bo'lib baribir o'sha komanda ishlayotgan bo'lsa, unda menimcha yomon emas. Unda yomon emas. Yomon unda nima kerak chetdan Cannavaro Timur ishlaydigan bo'lsa. Cannavaro nimaga kerak masalanda? Murabbiy sifatida. Cannavaro kim bilasan, istoriyasini bilasanmi? Fabio Cannavaro Italiyada 2006-yildami jahon chempioni bo'lgan, oltin to'p olgan защитник. Защитник bo'lib oltin to'p olgan eng kamyob futbolchilardan bittasi, u legenda. Lekin murabbiy sifatida hech qaysi bir ishini boshqasini bilmaymiz. Qilgan bo'lsa, Xitoyda eng anaqa puli ko'p komandalari bilan 2 marta chempion bo'lgan, Xitoyda o'zida. Boshqa hech nima qilmagan murabbiy. Na. Katta komandani boshqarmagan. Men nom tanlashganmiz, qiziq. Nomi uchunmi ekan? KKK ketyapti hamma nima trenerlar o'shaning uchun. Kapadze, Katanets. Shuning uchun qilgan bo'lishlari mumkin. Buzil qog'ozini degansizda. K topish qiyin bo'lsa, tim bo'li. Kga hech kim yo'q. Nimani Germaniyanikini gaplashib ko'rishdi-yu. Ancha zo'r bo'ldi. Yoshim Lyof vроде бы. Kesa. Unda hech kim anaqa qilmasdi, chunki tajribasi bor edi-da. Hozir odamlarga yoqmayotgan sababi 2014-yil chempion qilganda. Yoshim Lyof necha yil, 10 yildan ko'p boshqargan bo'lsa, chempion bo'lmagan payti ham zo'r o'ynagan. Oxirgi 4 yilda jahon chempionatida bo'lmadi, lekin undan oldingacha doim favorit bo'lgan. Nemis mashina degan laqabni ham o'sha payt olgan. Lyov davrida oldi-da. Ana shuni ovozi chiqadi-da, Nodirbek nimada? Chiqadi deysizmi? Shundan boshladik xullas. Nima deysizlar? Siz yaxshi deyapsiz. Nimaga yaxshi? Kapadze qolyapti. Men o'ylayman, вообще Kapadseni komandasi bilan chiqarib tashlaydi, вообще boshqa odam olib keladi. Zato qolyapti o'sha eski komanda. Bu hozirgi qilayotgan qilig'idan xuddiki Kapadze bo'lmasa bo'ldi degandek nima bo'lyapti-da. Menimcha prosta tajriba masalasi baribir jahon nimasini, futbolini yaxshiroq tushunadi degan ma'noda olib kelgan bo'lishi mumkin chet el ekspertni. Ham bitta o'zi kelmaydi, 7 tami anaqasi bilan keladi, yordamchisi bilan. Menimcha unaqa leveldagi odamga masalan san nima konsultant bo'lasan deb chaqirisha olmasdi. Shuning uchun glavniy trener deb chaqirishgan. Menimcha bizga konsultant kerak edi, Timur Kapadsega ko'proq glavniy trenerdan ko'ra. Bu Kapadzeni umuman bir mana shu jahon chempionatiga chiqqandan keyin bashda umuman hurmati joyiga qo'yilgani yo'q. Aziz-do'stlar, shuni aytayman-da. Konsultant emas, bular prям rostdan ham murabbiy qidiryapti. Oldindan gaplashgan narsamiz sababi ham balki murabbiy sifatida boshidan so'raganini aytdi-ku. Bitta shu sabab bilan endi bilmadim. Nima so'ragan? Muz so'ragan. Qaysidir o'yindan keyin tiklanishga muz yetib tugab qolgan.
Kuper keyin topib kelasan yer tagidan ham degan. O'zbek murabbiy bo'lsa tepa-tova, ha mayli, aka bo'lib ketadi. Eplab tur deydi, o'zbek bo'lsa qarab tur bolalar o'zi anaqa qilsin, u bu shunaqa o'tib ketar edi-da. Chet ellik bo'lsa qarab o'tirmaydi, federatsiyami, boshqami talabini qo'yib gapiraveradi. Boshqa tomondan o'ylasangiz, bu ham alamli logik gapda. O'zimizga yo'rib turibman. Endi Cannavaro Tipa gap chet eldan murabbiy kelishda emas, gap Cannavaro kelishda. Kim kelishdi? Endi masalan yaxshi murabbiy bo'lsa hamma xursand bo'ladi, masalan. Hozir Cannavaro O'zbekiston futbolini yaxshi tushunadimi, Kapadzemi? Cannavaro kimni taniydi o'zbeklardan? Qaysi futbolistlarni olib keladi? Mayli, o'rganadi, boshqa. O'rganishi, qarang, o'zi yil tugayapti-da. Keyingi yil jahon chempionati. Bu mahalliy anaqani kuzatishga ulgurmaydi. 3ta yig'in qiladi, bo'ldi o'zi shu bilan. Xuddi shu tarkib topib chiqadi, boshqalar o'rganadi. Yo'q, kimlar mana tavsiyalar berishadi, baribir bitta-bitta ko'rib chiqsa kerak menimcha. Men bilan kim bilan o'ynaymiz? Balkim mana u Hansi Flickga o'xshab omadli chiqib qolar, endi kim biladi. White bilan o'ynaydi 6-kuni. Kimdir bilan o'ynaydi. Urugvay bilan. Keyin o'sha Urugvayda kelishi mumkin ekan. 16 da o'ynaydimi Urugvayda? Da. Kim 16 da kelishi mumkin? Cannavaro. O'sha kuni debyut qilish kutilyapti deb yozdi-ku. 16-oktyabr. Ana u eski ishqib italyancha zashta bilan o'ynab, hujum qilmay gol uramiz deydigan o'yin qilmasa bo'ldi. O'zi masalan O'zbekiston komandasi jahon chempionati rezultat uchun mayli, masalan gruppadan chiqamiz desa, shunaqa o'ynashga majbur bo'ladi-da. Husanov bor. Yashniklar bor. Endi hali Qur'onni bilmaysizdan hozir qanaqa komanda turtirmasdan, gol urtirtirmasdan, xo'p bitta urib yoki masalan Ispaniya tushib qolsa, u 90 minut zashtada o'ynash nerealda. Yo'q. Ketadi baribir. 90 minut o'ynaysiz, hali Ispaniyaga tushsangiz. Iloji yo'q. Sentrdan narig'iga o'ta olmaysiz. Ham bor-ku. Da. Ular tinmay hujum qiladi-da. Mumkin Turkiyani dahshatxo'rladi Ispaniya. Mana Millatlar Ligasi, jahon chempionati saralashda tushdi. Turkiya bo'lmasam, ana Arda Güler, Chalhanoglu hammasi top komandada o'ynaydi-da. Sentrdan bu yoqqa o'tishga juda qiynaldi-da. Masalan, Turkiya, Ispaniyalar juda Ispaniya tushsa o'rin olishadi, aytaverish kerak birdan. Aniq. Endi Olimpiadada yaxshi o'ynadi. Endi Ispaniyaning qanday formada bo'lishi ham bilmayman-yu, tan olib juda qo'rqinchli-da. Ispaniya bor-ku. Ispaniya chempion bo'ladi deysanmi bu yil jahon chempionati? Menimcha da'vogar katta. Juda kuchli komanda. Hamma chizig'i bilan. Portugaliya ham zo'r lekin. Portugaliya ham zo'r. O'ynarmikan? O'ynaydi u, aniq. Bir time o'ynaydi endi. 90 minutga ko'tarib kerak. Сразу siyosatga o'tib ketaylik. Xabarda chiqdi, Ukraina Rossiya urushi bo'yicha nimadir o'zgarayotganga o'xshayapti, chunki Washington Postda yana boshqa qanaqa gazetalarda chiqqan informatsiyalarga ko'ra, AQSh Ukrainadan запрет olib tashlabdi HIMARSdan ishlatish bo'yicha. Президента заключается в том, что Украина может наносить удары дальнего действия по территории России, и что президент уже это разрешил. На мой взгляд, если прочитать то, что сказал президент, а также то, что сказали вице-президент Венс и министр Рубио, то да, нужно использовать возможность наносить удары вглубь. Такого понятия, как убежище, больше нет. Дальний, uzoqroqqa ichkarisigacha uchadigan raketalar bor. AQSh bergan, NATO bergan raketalar bor. Uni faqat chegara bo'yida yoki Ukrainaning hududida bo'layotgan qanaqadir urushlarda ishlatishga ruxsat bor edi Ukrainaga. Rossiyaga nisbatan ichkarida ishlatganini qo'ymaydi. Endi hozir o'sha zapretni olib tashlabdi. Bu degani ertaga xohlasa Moskvaga, xohlasa boshqa joyga, xohlagan joyga tashlay oladi. Rasmiy hech kim chiqarib gapirmadi. No, Ukraina sekin-sekin 27-dan bitta ishlatib ko'rdi, sal ichkariroqda. Ukraina bemalol ishlatish mumkin degani. Bu sal eskalatsiyani kuchaytiradi. Kipish kutyapti bizani qanaqadir. Bitta kipish kutyapti. Shunaqa voqea bo'ldi. Urush eskalatsiya davriga o'tishi mumkin. Musofirda yurgan hamyurtlarimiz iloji bo'lsa qayting. Iloji bo'lsa qayting. Kulgili emas u. Qayting imkon bo'lsa. Qo'rqinchli lekin u HIMARS. Agar ikkita tomon ham shu bilan o'ynashni boshlasa, agar
bu uchirsa, Rossiyada ayrishlik degan narsa borda. Короче, mana bunaqa Himars bor, keyin bittasi bor. Tagida aytdi nomi. Tiv bir balo. Mana unga borib qolmasa bo'ldi-da, oxiri ilojsizlikdan yadrniga Yo, qolmasa u men qarayapman, T bir balo degani bor, raketa bor u. U ayrishlikka o'xshaydi, qaysi ma'noda? Uni ichiga yadro nima tiqsangiz bo'ladi, atom. Yadroviy qurol tiqsangiz bo'ladi, tiqmasangiz ham bo'ladi. Uchib kelayotgan vaqt siz tashqi ko'rinishdan bilmaysiz ichida yadro bormi yo'qmi. Agar Ukraina shunaqa tipdagi nima uchirishni boshlasa raketani, masalan, Rossiya aytibdi, biz deyapti, razbiratsiya qilib o'tmaymiz deyapti, tushun kutmaymiz deyapti. Yadroviymi yo'qmi deyapti. Sraz areshnik uchiramiz deyapti. Areshnik ham shunaqa. Areshnikda ichiga yadro tiqish ham mumkin, tiqmasligi ham mumkin. Yadrosiz ham juda kuchli raketa u. Agar uni ichiga yadro tiqsa, u prям вот bir nima bu Hirosimaga tashlangan nimadan bir necha 10 barobar ko'p bo'ladi. Mas kichkina raketa nimacha. Masalan, unga yadrosizlik uchirsa Rossiyaga, Rossiya yadroli areshnik uchiraversa, beddan ham javob keladi. Bittadagi. Tinchlik unaqa narsalar o'ylamaylik. Bratlar, O'zbekiston qaytinglar, tinch. Keyin men bu Qirg'izistonda bitta qiziq voqea bo'libdi. O'tgan hafta emas, oldinroq bo'lgan menimcha u. Bitta ingliz opa anaqa sayohatga chiqqan Sarkulga. Sarkul bor-ku, chiroyli joyi bor Qirg'izistonda. O'sha joyga chiqqanda anaqa telefonni qo'yganda video olib o'tirgan bo'lgan. O'zi nima qilib, yaxshi deb. Keyin bitta takoy nima qanday aytsam ekan endi. O'sha yerda Mesni bitta bola kelgan, otda takoy tushib kelganda opaga aytibdi endi chala ruschalar. U as muj есть deyapti. Keyin da есть muj, есть меня muj deyapti opa. Keyin ozroq yana nimadir gapiryapti-da. Давайте идем, men yurtimga boramiz, choy ichamiz deyapti. Choy piyom deyapti. Keyin yo'q, kerak emas, choy ichmayman men, rahmat. Знаете, секс deyapti. Прям shunaqa deyapti-da. Я понял, секс, понял, секс. U qiz bruzimidi? Ha, Nimaga protindami bruzaga chiqib? butun dunyoni shunaqa qilib aylanadi u. Voy, keyinchi. Keyin da знаю, что такое секс. Keyin идем. Секс deyapti. Voy, bilash. U dahshat harassment-ku opa uchun, opa tем более feminist. Feminist bilan. U o'sha videoda o'zida ham o'tirib qoldi, opa duxiga o'tirib. Kechqurun qayerda qolasiz? Sarkulda qolasizmi deyapti-da. Endi shu video uydaga tushirilgan bo'lgan. Shuni qo'ydi. Bir 15 mingtami kommentariya. 5 mingtasi nimaga bu bitta o'zi sayohatga chiqadi deb so'kkan. 5 mingtasi bolani so'kyapti, 5 mingtasi bolani nomidan qirg'izistonliklar uzr so'rayapti. Keyin xullas shu video chiqqandan keyin 1-2 kun o'tgandan keyin Qirg'iziston turizm vazirligi opaga yozibdi. Boyagi bolani ushlab 15 sutkaga qamatdi. Молодец. Prям Dahshat istoriyalar ham bor-ku. bu nima deydi? Juda katta Rus bo'lganmi? Opa, kim? ingliz. Ingliz. Nimada? O'ylaydi, bular rus, ingliz nimalar? Musulmon emas, bularga farqi yo'q bularga deb o'ylaydi. Ya, ko'p porno ko'rgan jo'ra. Amerikalikni ko'rsa bo'ldi, tamom. Xo'p deydi, aytsa xo'p deydi deb o'ylaydi. Normalni qaraydi bu narsaga, aytsa xo'p deydi, o'zi xohlayveradi deydi. Любой bilan bularga farqi yo'q deydi. Xuddi shu voqea fonida O'zbekistonda ham ko'rgan bo'lsanglar, Lamborghinisida yurgan brat bor edi. Day 3 as an American trapped in the Uzbekistan border. Amerikadan kelib, u yonidagi yo ayoli yo bilmadim. Yurtga olib kirib ketgan deydi. O'zbekistonda yuruvdi. U ko'proq qolib ketgan O'zbekistonda belgilagan vaqtdan 2 oy ko'proq qolib ketgan. Qizlar olib ketgan. Yo'q, keyin jarimani to'latishgan 23 million. Tipa ruxsat berilgan davrdan o'tib ketgan. O'tib ketgani uchun $2000 pashti. Молодец dedim, faqat biz anaqa Amerikada viza qilib nima qilmas ekanmiz, ular ham kelsa to'larkan. Javobanda. Ularga Amerikaga javobanda. Tipa ikki tomonlama bo'ladi shekilli. Ikki tomonlama bo'ladi. Amerika ham yengillatsa, biz ham yengillatamiz. Amerikalik ham kelib to'larkan-ku bizda. Shu anaqa brat endi nima deb o'ylagan bilmadim, yuravergan. Yaxshi o'zbekchilik yurganmiz. O'zbekchilik yurganmiz. Bitta nima ham chiqdi-yu, reels ham chiqdi. Chet elliklar O'zbekistonga kirishdi deydi. Yuk mashinasi keladi-yu, tagi katta.
yotib oladi, chiqishda deydi, oddiy tagi past mashina keladi, turadi, urib ketadi. Xullas, dron olib kirishda ham hamma narsani olib kiradi-da, qaytib chiqishda ushlanadi nimagadir shular. Qilmagan narsa. Kirishda qanday olib kiradi shular? Masalan, dronni kirgizib yuboradi lekin. Dron bilan keldim deydi, qaytib chiqishda ushlandim, ishrab to'ladim. Xullas, ko'p janjal shunaqa bo'ladi. Buncha ataylab kirguncha, kir deyishadi deyman-da. Tago, kirchi Pul kelyapti. Nurlasan. Shunaqa. Yana nima xabarlar bor? Keyin shu boyagi nima deydi? Oxirgi paytda eng dolzarb muammosi kuryerlarga skuter bilan moped haydash uchun A'mi? A prava olish kerak. Nima deydi? A rusum, A belgili bo'ladimi? Nima bo'ladi u? Ani o'zi kiradi menimcha hammasi. Faqat ani o'zi u tam uni olish qiyin emas ekan, lekin baribir rasxodi bor ekan u. Olish 4 million. qiyin emasligidan emas. Masalan, bitta videosini ko'rdim, o'sha nima dastavshiklar qilib chiqqan. Biz deyapti, elektronga o'rganganmiz. Mana bu nimani knopkani bosasan, o'tiydi, ketaveramiz. U yoqda bizda eski anaqalar beradi. Mototsikllar beradi bizga. Xullas, noqulay umuman olish oson emas uni deyapti. Keyin u adashmasam, anu uchib yuradigan motorlarga ham o'tadi u, prava. Yo'q-e. Ha. Motorni hammasi. Endi skuter bilan uni farqini ko'ring-da. Bittasi 300 yuradi, bittasi 60 yuradi. Endi juda katta. No, agar davlat anaqa qilsa, masalan, osonlashtirib yuborsa, o'ylashim bo'yicha bular ham mazza qilib yuboradi, motorda yuradiganlar ham. Boradida tap-tap hammasi olib ketaveradi. Skuter bilan mopedni bilmadim lekin. Skuter bu ko'chada ham yuradi, masalan, bir xilib, ular probkada qolmaydi, olarib ketaveradi, boshqa qiladi. Yomon kutilmagan joydan ko'p chiqadi. Bilmadim. Peshexoddan u narsa ham bor gap. Masalan, peshexodlardan kelib turib razvorot qilib ketadi, xohlaganicha yuradi. Lekin nimalarga ham yoqmaydi. Mashinada yurganlarga ham yoqmaydi. Ular yo'lni siqadi ataylab. Bunaqa holat ham ko'p bo'ladi. Shunaqa. Prosta anu svetoforda kutib turibsiz, yoningizdan o'tib ketsa, asabi buziladi-da, keyin yo'lni siqishni boshlaydi. Lekin u anu kuryerlarga katta zanaqada. Kuryerlar qiynaladi lekin yaxshigina. Kuryer biznes juda anu ziyon ko'radi, katta ziyon ko'radi. O'sha skuterda anaqa qimmatlashib shekilli dastavka. Kecha qo'yishyapti. Ha, yo'q. Skuterdagi dastavka mashinadagidan qimmat turibdi. Hammasini ham nimasi yo'qda. Birdaniga shuncha odam minus bo'lyapti-da bir kunda. Birinchi oktyabr kelyapti, tapet kamayapti. Osmonda qora bulut, Qo'qon xavfli hudud. Qo'qonda bespredel. Farg'ona xavfli hudud. Farg'ona xavfli hudud. Uchko'prik Qo'qonga yaqinmi? Ha? Короче, 3 ta Qo'qonlik brat, 4 ta brat, 3tasi Qo'qonlik, bittasi Uchko'priklik bo'lsa kerak. Xullas razbor bo'libdi. Xullas ism A, Q, B, L deb yozilgan hamma joyda. Xullas bitta Qo'qonlik brat oshnasini olibdi-da. Janjal bo'lib qolgan. 2000-yil ekan biz qatori. Men qatori bola. 98-yil qatori bolani olibdi-da o'rtog'ini. Boribdi Uchko'prikka. Boribdi-da, razbor bo'libdi-da. Pichoq urib qo'yibdi. Qo'qonlik Uchko'priklik. O'shada bitta bola. Keyin ham bitta Qo'qonlik o'rtog'i bor ekan Uchko'priklikda, boshqa. U tomondan ikkinchisi. U kelibdi-da, Equinox mashina bilan uni o'rtog'ini bosib ketibdi. Pichoqda uni o'rtog'i urganmi yo o'zi urganmi? Na qaraymiz, ikkalamiz. Ikkalamiz Qo'qonlik. Akbar bilan o'rtog'i. Urishgansiz, meni olgansiz. Men avval boryapman uni oldiga. Boryapman, ikkalamiz bunga pichoq tiqaymiz. Ikkalamiz tiqyapmiz. Bitta o'zingiz emas. Yo'q, tipa shu ikkalamiz bordik, ikkalamiz urush bo'lib ketdi, sovuq qurolishadilar, biz pichoq tiqdik bunga. Buni o'rtog'i kelyapti, mashina bilan sizni urib ketyapti. Bosib ketyapti. Nimaga siz emas? Mana shunaqa bo'ldi. Shunaqa bo'lganda, sizni urib ketyapti. Janjal men qilganman lekin. Men borgan. O'shani so'radim-da, pichoqda aniq kim tiqqandi. Balki men tiqqandirman pichoqni. Bo'lishi mumkin. O'shaning uchun u bosib ketgan. O'lganmi? Yo'q, ikkalasi ham bolitsada ekan. Hammasiga nisbatan hozir ish qo'zg'atilgan. Ikkalasi bolitsada yonma-yotgan bo'ldi. Shunchalik kelisholmagan bo'lsa. Tasavvur qil, bu pichoq tiqqan, bu Equinox. Boshqa tafsilotlar yo'q, nimaga urishgani, boshqa. Nimaga urishganlari? Kelishmoqchi. Kelishmoqchi. Nimani kelisholmagan bular? Kelisholmagan bo'lsa, juda pichoqlashadigan darajada, mashinada qo'rqmay ezadigan darajada. Bu pichoqlab qo'ygan, og'aynisini pichoqlab qo'yganini ko'rib, mashinaga minib bosib ketgan ekan-da, urib ketgan ekan. Equinoxda. Equinox qanaqa katta mashina? Equinoxdan kichkina mashina emas. Yo'q, kichkina kattaligida ham emas. Bunday olib qarasa, bu dahshat nima deydi voqeada bu.
O'sha qanaqa darajada shafqatsizlikda odam insonga nisbatan qanaqa shafqatsiz bo'lishi shunchalik kerak? darajada Nafrat, qancha nafrat bo'lishi kerak odamda kelishmovchilik ichida? bo'lishi mumkin a. Biza qator dedingmi? 2000-yil 98-yil bolalar. Ayda, osmonda qora bulut, Qo'qon xavfli hudud. Farg'ona xavfli hudud. Вообще biz bilamiz, siz sharhlab bering, nimaga unaqa? Qanday sharhlab beraman men? Men bunchalik vaziyat tasavvur qilishim. Pichoq tiqqan bo'lsam ekan, o'tirsam xato qildim. Nimasini sharhlayman men? Yo, tipa shunchalik xavflimi Qo'qonda yurish? Yo'q, endi bilmadim. Oldin bo'lardi. Aytib berardi, qanaqa istoriyalar Hozir kamayib ketgan deb o'ylardim, bilmadim. Anaqa doim endi nima qilavermaydi. Endi yonida olib yurardi yoshlar ko'p. Ana ko'cha u paytlari o'zi hamma joyda ham shunaqa edi menimcha. Hozir bilmadim, ancha bo'lgan-ku bormaganimga. Yurib ko'rmaganman. Sababini bilgandayman nimaga bu ancha bo'lganini bormaganingizga. Qo'rqqanimdan bormayman men. Endi Samarqandda ham shunga o'xshashroq bo'lgan. Endi pichoqlashib tashlamagan u. Bitta bola qizni просто так majburlab mashinaga o'tkazayotgan video chiqib qolgan. Jigulichami? Jiguli o'tkazgan. Mashinaga tortishib qo'ygan. Da, shu tiqayotgan bo'lgan, keyin odamlar kelgan, tam cho'za nima qilgan, qizni chiqarib olishgan. Keyin militsiya chaqirgan. Militsiyani aytishi bo'yicha tam ikkalasining o'rtasida kelishmovchilik bo'ldi. Keyin shuni gaplashaylik desa qiz yo'q debdi, keyin mashinaga o'tiray desa yo'q debdi, keyin shuni mashinaga o'tirg'izib gaplashmoqchi bo'libdi. O'zimni xotinimni ham ura olmaymanmi demabdimi? Yo'q, xotin emas. Yo'q, vaziyatni zo'rlang. O'tir degan qizga, o'tir gaplashib olamiz degan, qiz o'tirmayman degan, majburlab o'tirgizganda, keyin aytgan, shu Akbar aytganda, mashinaga o'tirib gaplashmoqchi edim degan. Qiz baqir-chaqir qilgan bo'lsa, ko'chada shunaqa deb gapirganda, yaxshi odamlar bor, ajratibdi, o'zini xotini bu yo qizi deb. Komment bittasi yozgan. Malibu bo'lganda bunaqa nima qilmasdi, bu Jiguliga o'tirgisi kelmagan deb yozgan. Voy bila. Gap qiz jahli chiqqanda emas, yoki bolani xohlayotganda emas. Gap mashina. Jiguliga o'tirgisi kelmagan deganda. Qiziq. Yo bittasi yozgan, buni degan, men xursand bo'ldim aytgancha, mana shu videoning kommentini ko'rib. Qaysi ma'noda? Bittasi короче kirganda, bu qizni qoqqani olib ketayotgan bo'lgan deb yozganda, jarab yana shunaqa kommentlar dedim. Pastda boshqa kommentlar ham bor. Odamlar hozir kulib degan deb o'yladim-da, ustiga просто bossam 20 nechtadir komment ekan. Hammasi so'kkanda, onadan boshlagan. Sani opang olib ketadi, sani onangni olib ketadi, san kallang joydami? Bu yerda qanaqa vaziyat haqida gapirilyapti? Nima deyapsan sen? Shunaqa so'kib tashlashgan anavi bolani bor-ku. Birinchi, ikkinchi so'kkanlarga javob bergan so'kinib. Keyin ko'payib ketib qolgan, voyki bola yo'q-da o'sha. Komment o'chirishni bilmaydi u bola. Uning uchun ham parozat kerak. O'zi parozat bo'lmagan uchun so'kkanda katta ehtimol bor. Yo'q, qaysi kalla bilan shug'ullan ko'rib turibsan, voy qizni majburlab tiqayapti mashinaga, sen vaziyat ustidan kulyapsan-da, qoqqani olib ketyapti-da deyapsan. Qanaqa parozat kerak bunaqa yozish uchun? Yaxshi xabarlarga to'xtalaylik. Anaqa 2027-yilga Jahon chempionati U20 O'zbekiston bilan futbol bo'yicha Ozarbayjonda bo'lar ekan. Mana shu uchun uzoq-ku bir-biriga yo'q. Men ham shuni birinchi savol qilib qo'ymoqchi edim. Uzoq qanaqa qilib o'tkaziladi o'yinlar? Mana ikkita masalan 4 ta guruh bo'ladimi yoshlardagi? 4tasi yoqda, 4tasi bu yoqda. Ikkita guruhda o'yin O'zbekistonda bo'ladi, ikkitasiniki Ozarbayjonda bo'ladi. Qaysidir play-offlar, o'sha guruhlardagi play-offi ham Ozarbayjonda bo'laveradi, keyin yarim final bo'lganda almashib o'tkaziladi. Final qayerda bo'lar ekan? Amerika bilan nimada ham, qayerda qilib, Kanadamida jahon chempionati? Meksikami? Juda katta joy bor. Uzoq. Bu tomondan bu tomoniga borib kelish Ozarbayjon bilan O'zbekiston uzoq. Charchab ketmasmikan? Bu yoqqa o'chib, bu yoqqa o'chib futbolistlar ham. Endi shuni menimcha taqvim qiladi. Bitta o'yin Amerikada, bitta o'yin Meksikada qo'ymaydi-da. Yujniy, severniy qilib okruglar qilib bo'lib tashlayapti o'yinlarni ham. Ya'ni shimoliy mamlakat shimoliy qismida o'ynayotgan gruppa, mana Akbar boya aytgandek. Alohida gruppalar. Qaysidir gruppalar masalan Amerikan faqat shimoliy qismida o'ynaydi, qaysidir faqat sharqiy qismida, qaysidir g'arbiy qismida, qaysidir janubda Meksikada o'ynaydi. Mana shunaqa Guruhdan chiqqandan keyin bitta hududlarni bloklab tashlagan. Bloklab tashlaganda, shunaqa qilib yozib chiqqan, как бы formulada qilib tashlagan. Bu yerdan bu yutsa, bu blokka borib o'ynaydi, bu bilan bu mana shunaqa qilib tashlagan. Bu Amerika bilan Meksika futbolchilarining nimasini sinaydi aniq.
mayda jismoniy jihatdan ob-havoga qanchalik chidamli, Moslashuvchanligi. moslashuvchanligini juda, chunki iqlim вообще boshqacha-ku. Imенно shunaqa nimada bizlar Tam- boramiz. Bir paytda o'zida Amerikada 4 ta fasl bo'ladi-ku o'zi, masalan. Bir chekkasida yoz bo'ladi, bir chekkasida qish bo'ladi. O'rtada bahor bilan nima ham bo'ladi, kuz ham. Shimolda qish har doim. Yaxshiroq Meksikaga o'tsa, Meksikani ham o'ziga xos nimasi bor. Tropik sifat tabiati bor, masalan. Umuman boshqacha. Meksikada o'ynab Amerikan nariyog'iga borib qolsa, lekin mana bu bo'lishi menimcha iqtisodimizga yaxshigina nima bo'lsa kerak. 20 mi? Jahon chempionatimi? 20. Baribir endi odam keladi har holda. Odam qancha kelishini taksi bemamen. No, Qiziqish zo'r kam. bunaqa вообще. Men nima bilan chalkashtiribman? O'tkazayotganimiz kayf faqat. Uzr anov bilan chalkashtiribman. Nima O'zbekiston olimpiadaga chiqdi-yu, uni ham xayolimda nechidir deb o'ylabman. Olimpiadada bo'lmasa qanaqa odam ko'rdi? Stadionlar to'la, nima Yo'q, olimpiada bo'lgan kunida nima bu yerda zo'r fakt, что bunaqa narsa o'tkazayotgan, chunki shunaqa narsa o'tkazishda boshlaversa, katta meropриятиялар tushunadi, что вот O'zbekiston mana o'tkaza olyapti, chepsiz. Boshqa faqat gap sportda emas, в принципе qanaqadir kattaroq narsalarni qabul qilishni boshlash. Bizda talabga javob bergan stadion ko'paydimi shunchalik? Jahon chempionati o'tadigan. Ha, olimpiya nimasi bor? o'shangacha qurishadi. Milliy bor, hop, paxtakor bor. Nasaf stadioni brать. Jahon standartlari asosida egallangan stadion. Nasaf stadion. Серьезно. Qarshiga borib kelam. Ha, Qarshida o'tgan safar ham o'yinlar bo'ldi. Bu yerda nimadir Osiyo nimasi o'tkazildi, o'shanda Qarshida bo'ldi. Bu har holda Osiyo emas, jahonga chiqadigan. Yo'q, Vodiyda ham mana Andijon stadioni, Neftchini stadionlari qayta qilingan, normalniy hozir stadionlari. Neftchi bilan nimaniki, Andijonniki. Jahon chempionati o'tkazadigan darajaga javob beradi deb. U poliyasi normalniy uniki. Ha, Masalan, Qarshi Nasafda, masalan, poliyasi hozir poliya maydon. O'ti oxirgi yili hozir. Yangilaydi uni keyingi yil. Balki shunga moslashtirib shunaqa qilishgandir. Shu yil mana shu dekabr tugaydi, mavsum tugaydi. Qishki nimada nimasi maydoni maysasi deydimi? Yangilanadi uniki. U вообще boshqa darajadagi maysa bo'ladi. Так что bizda stadionlar bor normalni. Qizilqum stadioni bitta yaqinda. Normal. Ha, unda ko'payib qopti-da. 20 yoshlarda bemalol o'tkazar ekan unda. Anaqa ham qiziqda. 20 yoshlar ham masalan, Yamal ham necha yoshda? Endi u kelmasa kerak, uni shunga o'xshagan yulduzlar keladi-da. Oldin ham nima bilan, Pogbalar bilan o'ynagan-ku o'zbekistonliklar qarshi. Endi 27-yilgacha to'ladi-da. Hali 2 yil bor-ku. Ungacha. Yangi stadionni to'ladi. Shu, endi anaqa bor. Xunukroq mavzu borda. Uy mavzusida. Ha, men hamda gapirasan deb o'yladim. Yo'q. Ana bilsanglar, Marat degan aka bor. Alo, esiga tushdi. Rossiyada sotgan Marat emas. Boshqa Marat bu uy qurardi, biznes. Marat ismini Biznes shunaqa edi, tam. Imarat Development nomi ostida uylarni qurib sotuvchi sifatida tanilgan Marat Xayrullayevichdan mijozlari norozi. 10 ming dollarga bir xonali uy, 12 ming dollarga 2 xonali uy degan reklamalari bir narsalari bor edi. Endi shu qaysidir uylariga pul to'lab qo'ygan odamlar uy bitmagan, bitirmagandan keyin 1,5 yilcha bo'ldi deb pulni qaytara olmayapti ekan. 1,5 yil kechikkan uy bitish. Yo, endi masalan 1 yilda bitadi degan, bitmagan, 1,5 yil ham yana o'tgan. Pul to'lab qo'ygan bo'lgan, katta pul, конечно, uy-ku. Shuni qaytarib bermayapti deb odamlar жалоба qilyapti ekan hozir. Uyni bitkazmayapti, pulni ham qaytarmayapti. Tam ariza yozsa yirtib tashlaydi, boshqa qiladi, deb endi. Endi konkretniy nima masalada, nima problema u yerda, qaysi uyi bitmagan, qaysi proyekti bitmagan bilmayman. Ancha monopoliyatlashmabdi. Endi aralashsa kerak-da. Kimdir ariza yozish kerak u. Bitta videosini ko'rdim, bilmayman, brat qanaqa uy quradi, qanaqa topshiradi, bilmadim-u. Bitta Instagramda chiqib qoldi, o'sha brat bilan bo'layotgan. Bitta ayol telefonini olganda, qarang, Marat aka bir nima uy qachon bitadimi, bir nima deb so'ragan. Qaraganda brat jahli chiqib, provokatsiya qilyapti bu. Mana videoga olib u bu qilyapti. Bo'ldi, siz bilan shartnomani bekor qilamiz. Voy. Uy omizvashdan nima? Pulingizni beraman, boshqadan. O'sha Kuchinskiy U ekan. kutgan pulini to'lab qo'yib qanchadir. O'sha Kuchinskiy ekan. No, qandaydir o'zi menga to'lash kerak. Biz yaqinda shu haqida nima qildik? Поведение qandaydir ishonchli quruvchi kompaniyani direktorining поведениesiga o'xshamaydi-da, bor-ku.
Tesla. Menga unaqa ko'rinmaydi. Shuning uchun masalan 12 millionlarga uy olish kayf-ku. Men ham olardim. Olardik-da masalan. Borib uydagi bir mashinangizni sotib olardingiz sразу. Bop, telefon ham ko'rganimiz yo'q-ku. Chunki ishonch yo'q-da. Men ishonmadim masalan. Bundan buyog'i o'zi anaqa bo'lib qolsa kerak. Uyda quradigan nimalar ham terilib o'zi nimalar chiqyapti-yu. Ro'yxatlari chiqqandan keyin Ha, qurilishda sotilganlarnikida. Endi baribir. Endi bunaqa narsadan o'tamiz aniq. Nechtadir odam aldanadi, boshqa bo'ladi. U tabiiy, hamma joyda bo'lgan, lekin iloji boricha nimaga kamroq talafot bilan o'tsak yaxshi bo'laydi. Ha. Yarim aholi uyga kuyib qolib, yarmi uyli Shunda. Chunki uy bo'yicha men oxirgi payt ko'p istoriya eshitaman, vashida eshitsangiz jinni bo'lib qoladigan. U tam kimlardir uyi bitmagan uyga kirgan, o'zi gaz tortgan, o'zi svet tortgan, bir narsalar qilgan, tam o'rta asrlardagida yashagan, svet hali tortilmagan bo'lgan. Videoni ko'rdinglarmi? Quyosh chiqsa yashaydi. Shunday 16 etaj qurilgan. Kelyapti-da, mana bu uy qurilishga topshirildi. Hamma yashayapti u yoqda, hamma ko'chib chiqib bo'lgan. Shunday birinchi etajni ko'rsatyapti. Orasi ochiq, g'ishlar orasida mana shuncha bo'sh joy bor. Voy. Ana shlaka blok qo'yganmi o'shalarning orasida. Uncha tushunmayman materialini. Bo'm-bo'sh bo'yotib, tagiga bitta qimirlab ketsa, birinchi etaj shunaqa. Qayerda qurgan? Bilmayman, novostroyka qanaqadir. Xira video o'sha Telegram yulduzlarida. Maliga novostroykadan ba'zida qo'rqib ketaman, просто ko'pligidan. Toshkentdan Qo'yliq tomonga yurguncha tintib qoldim men. Men yarim yil o'tmagandim bu yoqdan bitta o'tyapman, qarayapman. Hamma qurilyapti. Ha, yo'q o'tish nima? Dahshat qurilishib ketgan. Qarshiga borganimda ham tep-tekis joylar bo'latardi-da, adirlar bo'latardi-da. Boraman, kvartalda ko'tarilib ketganda. Borasiz bitta ikkita donmasda borsang ham masalan Qarshida 6 oy bo'lmagansiz xolos u joyda. Ha, Qarshidan tashqaridagi joy, men Qarshida kalsocha bo'ladi-yu, mana shunaqa kalsoli yo'lda nariga bitta adirlar bo'latardi-da. Tikonzorlar bo'latardi. Bir payt borsam bir 20 tami dom turibdi-da. Tinta bo'lib qoldim-da, bir 10 etajgalar. Nima bu deyapman-da. Endi shunaqa qurmasa ham bo'lmaydi, lekin yiliga 1 million ko'payyapti u. Shuncha odam. Yangi oilalar qurilishi kerak boshqa. Oilalar nima qilyapti? Bitta narsa Jiguli va Volga egalari yaqinda o'z mashinalarini haydash huquqidan nima qilishlari mumkin, ayrilishi mumkin. Chunki qonun loyihasi e'lon qilindi. Agar u tasdiqlansa, ishlab chiqarilganiga 50 yil bo'lgan avtomashinalarni haydalishi taqiqlanar ekan O'zbekistonda. U qabul qilinmaganmi? Loyihasi qabul qilindi. Qonun loyihasi bor, ha. Shunga o'xshagan xabar oldindan bor-da, eko yoki eko 5mi, euro 5mi? Standart. Qarang, savol tug'iladi. Bu vaqt loyiha endi ishlab chiqaryapti degan bo'lganda. Mumkin emas, adashmasam shaharga kiritilmaydi. Shaharga kiritilmaydi. Tushunarli-yu. Masalan, Jigulini ham ko'rganmiz-ku, hozir odamlar bir 10 ming, 15 ming chiqaveradi-da. Chiroyli qilib hayda yuradi-da. Ular nima qiladi? Mashinalardan foydalanish taqiqlanishi mumkin. Umuman просто metallon bo'lib qoladimi? Taqiqlanishi mumkin. Foydalanish. Bo'lishi mumkin, utilizatsiya bo'ladi-da. Chunki i80 da yuradi. Birinchidan i80 da masalan to'xtatamiz deyapti. Chunki i80 butun dunyoda tan olingan tabiatga eng katta zarar keltiradigan yoqilg'ilardan bittasi. Benzinda yuradigan Jiguli bo'lmasa kerak menimcha, hammasi gaz. Baribir-da, filtrlari boshqasi shu standartga to'g'ri kelmaydi. Yevro standart deydimi? Eko standartimi bor-ku? Euro 5, Euro 7 bir narsa degan standartlari bor. Yo'q, lekin anaqada Jigulida kolleksionerlar paydo bo'lishni boshlashi mumkin. Dunyo bo'yicha Jigulida kolleksiya qilib oladiganlar paydo bo'lsa, masalan, uyga olib qo'ysa uni metallon qilmasdan. 50 yil deganingizga Jiguli kirmaydi menimcha, chunki Jigulilar 87 mana shunaqa bo'yotibdi-ku. Hop, 80 yil, necha yil bo'ldi, brat? 40 yil bo'ldi. Ha. Bo'ldi. Yedim. Yo'q, undan ham eskilari bor-ku. Zaporojdan bir nimalar. Yuradi. Moskvich Jigulidan oldin chiqqan masalan. Eski Moskvich. Volgalach. Volgalar ham oldin chiqqan. Shuni aytaman, Volgalar. Ikkinchi chiqqani ham bor. Har xilda endi. Endi
kechroq chiqmaganlik bo'yicha dokument qilishda soqqa qilinadi. Bo'lishi mumkin bunisi ham. Yo, o'ziga yozib qo'yadi mashinani kapotini yozilgan bo'ladi. 40-yilgi mashina bo'lsa-da, dokumentga qarasa 2015 turgan bo'lsa. Kecha olib chiqyapman. Kecha olib chiqqanman desa. Eski yo'lga turibdi. Yo, lekin zo'r yo'li bor. Prosta uni masalan metallomon boshqa narsa qilmasdan prosta uyga olib qo'yib, ertaga keladi. Qaysidir bitta amerikalik tinta keladi, pul ko'p. Amerikalik emas, rossiyalik. Rossiyalikka Amerikalik Jiguli bo'lgan emas ku. Yo'q, kolleksionerlar bo'lishi mumkin. Eski mashinalar kolleksionerlar, retro mashinalar kolleksionerlari kelib sotib olish mumkin. Millionlab. Endi hamma olib qo'ysa-da, 30 mingga chiqar O'zbekistonda o'sha. Yo'q. Qaysi bir nima? Hozir ham ko'rganmisizlarmi bilmayman, Instagram ko'raman. Chotki bo'yalgan, chotki diskalar, saka diska deydi-ku. Mana shu diskalar qilingan Jiguli bo'ladi 20 ming, 15 ming devoradi-da. Men aytaman, aka, buni qancha bo'yaman, salonni qancha dahshat qilman, no. Jiguli-ku baribir. U kapot qoladi xolos-da undan. Ha, Jiguli nimada? Motorini ham hamma narsasini Hamma narsani almashtiradi, keyin o'zi Jiguli baquvvat mashina o'zi. Bizning O'zbekistonda eng ko'p sevilgan shu Jiguli bo'lsa kerak. Mana shu ham nimada baquvvat deyish ham nima? Qanaqa tushuntirsam mumkin? Ko'p odam o'ldirgan. Ichidagi odam o'lgan Yo'q, boshqalar. baquvvat deb o'ylaymiz, u temirdan bo'lgani uchun korpusinida, no aslida u baquvvat degani emas. Avariya bo'lsangiz ko'proq ziyon ko'rasiz-da. Mana bu mobiltlar ming anaqa yubqa bo'lsa ham, ular nimasini urilganda anaqa Udarni o'ziga oladi. Udarni o'ziga yutib oladigan. Temir ichkariga o'tkazib yuboradi, avvalo o'ziga oladi. Temirda ko'proq ziyon ko'radi ichida o'tirgan odam. No, temirligi tomonidan baquvvat desa, tushunsa bo'ladi. U undan emas, u avariya bo'lishidan endi bilmam qanday bo'ladi-yu. Umuman yurishi, mashinada buzilishi, motorni xizmat qilishi, mashinada masalanda men ko'rganman, Jigulini prosta yonbosh qilib ustalar qarab o'tirardi-da. Nima yonbosh qilib tushib ketsa nima bo'ladi? O'ziga aytsam, Jiguli yonbosh bo'lib turganda yiqilib ketganini ko'rganmisan deganda. Shunchalik ham shunaqa tuzatadimi mashinani? Umuman yiqilmas ekan rostdan ham. Hozir endi ko'raman-da desang-da. Telefonni olib ne qo'ysak. Yo, ag'darilib ketmas ekanda, osonlikcha Jiguli. Chunki shuning uchun ham bu orqasini burib triplar qilyotadi-yu. Jigulida 07 da qiladi. Tam bilmam, yangi mashinada Nexia 1 da qilishardi. Ne kapeyka deyishadi. Kim kapeyka deydi? Mashin bor, Jigulidan kapeyka deydi. Men bilmayman, unaqa farqi bor. Men qachondir kapeyka turganmikan o'sha mashina, shuning uchun kapeyka deyishgan. Yo'q, Kapeyka degan Jigulida qaysidir turi bor, kapeyka deyishadi. bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Google shuni yozing chiqadi, aka. 0607. Ana shuni kapeyka deydi, qaysidir. Yozing, ChatGPTdan No, короче, u mashina taxlashdan tashqari, menimcha keyingi yildan adashmasam kuchga kiradi. Shu qaysidir standartga to'g'ri kelmaydigan eski mashinalar bor-ku, 0607larida aniq Jigulilar shahriga kiritilmaydi. Demak, qonun loyihasi qo'yilgan portalga qo'yadi-ku qonun loyihasini. Mana shunaqa qo'yilibdi hozir. Bu menimcha boshqa. Prem mashinani utilizatsiya qildirishmoqchi eskilarni. Bormikan? Nechi ekan Jiguli? Kapeyka. Yedizmi? Yeganim yo'q. Yedizmi? Yeganim yo'q. Yo'q unaqa. Yo'q unaqa. O'zbekistonda Brat, yediz. Jiguli nechi ekan o'sha? Qayerdan bilaman kapeyka yozib qo'ygandan keyin. Farqiga boramanmi? No, keyin bizlarda 01 ekan. har hafta dollar kursimiz ko'z tegmas. Ko'z tegmas. 8 mingga tushishni shunaqa xohlayapman. Ana uyda egalari, ijarachilarni 8 ming. 8 minggacha tushsa. 12 mingdan 8 mingni tasavvur qilyapsizmi? Miyangizga soltirib. Hozir hamma narsani tasavvur qilsa bo'lyapti, brat. Siz hozir tasavvur qilyapsizmi? 12900 bo'lib turgan holatda qachondir 12100 gacha tushishi mumkinligini. Endi 1000 so'mda bu, men 4000 minusga tasavvur qilmayapman. Xo'p, 1000 so'm. 100 so'm tasavvur qilish ham qiyin endi. Shuni в принципе tasavvur qilish qiyin. Bitta ana hamma izlaydigan bloger dollar 20 ming bo'ladi dedi. Nima gapga javob bermaydi endi. Qani 20 ming? Qan? Nima? 20 ming? 8 mingga tushib ketsa edi. Voy. Nima qilamiz? Yo'q, uydagilar kelib so'mda o'sha boshida hisoblab qolaylik deyishdi o'shasi. 8 mingga tushishin Oyligingiz dollarda gaplashib qo'ygan bo'lsangiz. 8 ming so'm bo'lishi kerak a. O'zbekistonda katta ketib. O'zbekistonda tovar ishlab chiqarish shunchalik ko'payib ketishi kerak yoki Amerikada demokratiya o'lishi kerak. Shunaqa osonlaydi. Yo'q, 8 ming bo'lsa tasavvur qiling, $400 qancha bo'ladi o'shanda? 3200 bo'ladi. 3200 bo'ladi.
Ha, ya. Butun umr kvartirada yashab beraman deydi. Uy olmayman, kerak emas. 1 dollar, 100 dollar 800 ming bo'lsa deyapsan, to'g'rimi? Ha, shu bilan 200 bo'ladi. 100 dollar 800 ming. Men 1 milliondan pastni tasavvur qila olmayman. 100 dollardan. O'zi 1 milliondan tepaga qarab ketaveradi. Lekin bu dollar arzonlayapti. Hisoblashdi. Men ham shunaqaga o'tib olganman. Tilla qimmatlayapti lekin. O'tgan kun 3800 dan ham oshib ketdi. Tillar bosib qo'yish kerak deysizlarmi? Hozir yomon bo'lyapti-da tilla lekin. Men to'yim oldi, yomon qilyapti mana shu narsani lekin tilla. Yaqinroq gapirsa. Yilda boshida olish kerak deb aytardim, hozir bilmadim. Dalchi bunaqa. Olib qo'ysam bo'lar ekan o'sha payt. Brat, necha foizga oshdi yil davomida? 800 dollarlarga oshdi dunyo bozorida. 3000 yetdi. Rekord bo'lyapti. 2800, 2900, 3000 mana shu bo'lib turib keyin. Bu degani hozir 25% ga oshdimi? Почти. Foiz nima qilasan? 25% ga oshdi, brat, yilda boshida. 25% emas, endi real 25% oshishi. Yo, 25 dan ham ko'p. 25%. Yo'q. Tasavvur qiling, yilda boshida olib qo'yganingizda Hozir yaqinlashib bo'lmas ekanda unda tilla pilla olishga. Hozir mana qarang. to'yatmaymi? Mana bunaqa qo'yargandir, opa. To'yatmaymi, brat? Ularda bir 50% da oshgan. Plan kecha 2-oktyabr kuni uchun 5 grammlik oltin slitka, oltin quyma 7 ming turibdi-da. 5 grammlik. Anaqada uzuk sirg'alar necha gramm bo'ladi taxminan? 2 gramm bo'ladi. Yo, ular boshqa narxlar. Bu Markaziy bankdan oltin quyma sotadi-ku. Ular narx o'zgaradi. Plastikka o'xshagan sotadiganmi? Ular narx o'zgaradi. Конечно. Ular ham qimmat bo'ladi-da. Ular ham tilla-ku. Jahon bozorida Hammasi tilla emas-ku. 3878. Da. Probasiga qarab, boshqasiga qarab o'zgaradi. Chunki men bizlar oltin narxini rekord o'rnatgan, O'zbekistonda rekord bo'lgan kunlar reels qo'yganimizda juda ko'p zargar boshqa juda ko'p storiesga qo'yib nima share qilyapti-da. Bekorga emas-da. Sababchi bo'lganmiz ular narxni. Oshirdi, nima oshirdi desam, mana deydi. Voy. Men 7 minglik oltin quyma bor-ku. Men yilda boshida qanday aytsam ekan sizlarga, qanday ko'rsam. 7 milliondan arzonroq ham edi. To есть 6 million 900 mingga bor edi. 800 minglarga qimmatlagan. Mana shunaqa. Juda arzon edi. Bir ko'tarilib rekord ham 7 milliondan oshib tushib ham bo'lardi-yu. Ko'p bo'lsa-da, uchoq sotib olganmiz. Endi bu kelaveradi bunaqa gaplar. Bitcoin sotib olganim deydi, o'sha vaqt pulim ko'p bo'lgan. Abet puliga. Abet puliga. Kompyuter o'ynashni o'rniga Bitcoin olib qo'yganim. Uzr adashimman. 3-yanvar kuni, masalan, yilda boshida olganda 5 million 661 ming bo'lgan ekan. 5 milliondan shuncha bo'ldimi? 5 million 661 ming, hozir 7 million 700 ming bo'lgan. 2 million 100 foyda bo'lgan bo'lardi. Qarang, 25% emas, 50% dash. Hali 9 oyda. Men 10 tasini olib qo'yganmiz. 10 tasini olib qo'yganmiz, hozir 20 million pul. 10 ta emas, bor pulingiz 100 sotib olishingiz kerak edi. Keyin salpalinar edi. Endi men bilmayman, hozir kimgadir tavsiya qilmaslikda xohlamayman. Endi o'yi sotib, men hozir yana ham ko'tariladi sizda. To'xtasa-da, qimirlamasa. Tushib ketsa. Urushlar to'xtasa endi aniq oltin narxi ham muvozanatlanishni boshlaydi. Naborot keyin yana valyutaga nisbatan ishonch ortadi. Hozir endi urush payti raketalarga ruxsat berilyapti, oltin qimmatlayveradi. Ayniqsa Tramp akamiz Ozarbayjon bilan Albaniyani o'rtasida tinchlik o'rnatyapti-ku. Yomon bo'ldi mana shu. Tramp kelgandan keyin urush to'xtash kerak edi. Nima bo'ldi keyin? Aytdi-yu, BMTga chiqib to'xtash kerak bo'lgan narsa edi. Sizlarni deb bo'ldi, Yevropani ayblaydi-yu. Sizlar hali ham nima aloqalarni uzmayapsizlar Rossiya bilan dedi. BMT ham o'yinchoq bo'lib ketdi. Yoshligimizda zo'r joydek ko'rinardi hozir. BMTning shtabini ham ko'rsatib turmoqchi Tramp. New Yorkdan. Men deydi, sizlarga deydi, biznesmen bo'lgan vaqtim deydi, men sizlarga deydi, mramorni kafil qilib beraman dedim deydi. Yo'q degansizlar deydi. Mana hozir qaranglar, qanaqa rasos chiqibdi binolaring deydi. Men qilib bergan bo'lardim. Shuni gapiryapman. O'sha vaqt deydi, menga bermagansizlar deydi. Tipичный nima-yu. Tadbirkorlik paytim deydi, menga qurilishini bermagansizlar bu yoqda deydi. O'zbek emasmizlar, ha? Yomon o'xshaydi lekin. Tagini surishtirish kerak, lekin gaplaridan, qiliqlaridan hammasi tortadi. Saroyni-chi? Sanotam qo'yadi. Nimada aytgancha Oq uyda u UFC qilmoqchi. Oq uyda UFC o'tkazmoqchi. Oq uyda eshigi nima zali katta joyi bor-ku. O'sha yerda UFCmi, boksmi nimadir qilmoqchi. UFC qilmoqchi u. Shu tipi to'g'ri.
boyagi maqolni bekorga aytmadida, masxaraboz saroyga ko'chsa, masxaraboz qirol bo'lmaydi, saroy sirkka aylanadi degan maqolni. O'shanda ko'rdimda, shu UFC o'tkazadi degan. U xullas Trump Kolumbiyan prezidentini vizasini ham olib qo'ygan yana. Kolumbiyan prezidentini. Просто vizasini atmay qo'yib. Biz bu yerda bunday klub deganimiz uchun bizani olib ketib o'sha yoqqa forma kiydirib turib, UFCga bizani o'zimiz tushirtiradigan qilib qo'ymaydimi? Unaqa kuchi yo'q-a uni. Yo'q. Yo, unda bizni so'zimizda unchalik kuchi yo'q. Uni kuchi bor. Kolumbiya anaqasi ham qiziq bo'lgan. Twitterda yozgandi. Elchixonasi uni atmetga. Nima vizasi atmen bo'ldi deb. Prezident atmetga qilib qo'ygan. Makron pishkam yozgancha. Ну, endi Trump akamiz qancha ko'p hukumat tepasida qolsa, shuncha Amerikadagi o'zbeklarga bilmadim, O'zbekistondagi o'zbeklarga yaxshiroq. Qaytib saylanmasa kerak, lekin mana shundan keyin. Aytib beraman. U yog'i ham yaqinlashib qoldi-yu. Necha yilda Saksonga borib qoldimi? Endi Baydendan bo'ladi-da. Hayron qolardim-da, o'zi tushunyaptimi, nima gapirayotganini, nima qilayotganini deb. ular oldin masalan Trump oldingi saylanganda raqibi ba'zi bilan adashtirib oldim. Tam respublikachi edi. Hozir Trump respublikachi edi. Demokratlar bor-ku, demokratlarda kongressda почти o'rin teng edi, demokratlarda ko'p edi-da. Hozir hamma shtatniy rejimda ham, shtatdagi nimalarda ham, gubernatorlarda ham Hammasida alohida. hammasida respublikachilarda ulushi juda baland bo'lib ketganda, Trump ketganda yana respublikachi keladi katta ehtimol. Yana bilmayman, balki Trumpdan keyin xalq nafiy respublikachi saylamaymiz bir 10 yilga deyishi ham mumkin. Ularda prям respublikachi demokrat u juda prinsipiallik-ku. Bizda masalan partiyaviyligimiz ham yo'q. Nechta partiya bor desiz, nima partiya? Shaxmat partiyami? Yaxshi. Tak. Men bitta xabar aytsam, koinot bilan bog'liq tugatsangiz ekan. Koinot bilan bog'liq. Yaxshi xabarmish bu. Nima? Olimlar bitta sayyora aniqlashibdi yaqinda. Soniyasiga 6 milliard tonna tezlikda o'sayotgan ekan. Juda katta suv pari kengayib boryapti ekan. Скорее всего, o'sha yorug'lik emas, endi yetib kelyapti bizda. Скорее всего, shakllanib bo'lgan bo'lsa kerak o'sha sayyora. O'shani kuzatishyapti ekan. Hozir ko'z o'ngimizda sayyora shakllanyapti. Katta ekan u. Qancha uzoqlikda, Keyin nima bo'lar ekan? qaysi tizimda, U chuqur o'tirib o'qish kerak. qaysi galaktikada. Chuqur Tepa tavo nima mana hozirgi shishib ko'rib portlab koinot yo'q qo'ram yo odamzod borib yashamoqchi. Просто как Bitta sayyora bo'lib qolib ketadi qanchada. Просто как sayyora shakllanayotganini kuzatyapti insoniyat. Shu nuqtai nazardan qisqa. Endi u quyosh tizimida bo'lmasa kerak endi. Yo'q, deyishni siz. Bu borish ilojsiz-da, kuzatgani bilan nima qiladi, qanaqa boradi? Qiziq-ku shakllanishi. Qiziq, xo'p, borib yashashga boraman desa masalan. Masalan, Marsda yashashga ishonasizlarmizlar? Men o'yin o'ynaganman. Marsaxodda yurgansiz. Kaska kiysang, skafandr. Yashsa bo'ladi. Ajoyib. Qisqalon javobni kechirasizlar-ku, вообще-то oyda muz qoplamalar topilgan, так что suv bo'lishi mumkin. Oyda nima baza qursa bo'ladi. Oyda suv bor. Qiyinchiligi bor, yaxshi. Qiyinchilik harakatlarda. No, agar oyga ko'cha olsa, kстати, oyga ko'chishimiz mumkin. Biroz sovuqda, no suv bor. Muzlagan suv bor. Uni eritishimiz mumkin. Agar Marsga uchishga shuncha odam unchalik chin ko'ngil bilan ishonmasa, nimaga Elon Musk kompaniyasi tinmay qimmatlaydi? U reklama nimada? Bizning trendda. U anaqa-ku. Trend. Gapda u ham o'zi ishonadimi, yo'qmi ham? U ishonishi mumkin. Qolganlarning unga ishonishi ham odamni qo'rqitadi-da. Hozir No, mana bu urushlar ko'rib turibsiz-ku, bitta variant qilib qo'ygan yaxshi-da, baribir o'rganish kerak-da uni. Xullas shunaqa gap. Bu hafta uchun shunaqa ozroq qisqaroq Marsda yashash umidimiz davom etadi, mayli. Mars haqida gapirmoqchi edingiz, gapiring. Mars haqida gapirib tugatib qo'yaylik demoqchi. Yo'q, Mars haqida gapirib tugatyapmiz ana. Mars shikolatlarini Urushlar xudosi. Urushlar xudosi.
Xullas, hammaga xayr. Hammaga rahmat. Anavi eng yaxshi kommentariy, eng yaxshi nimalarni o'zimiz yozamiz xullas. Bitta aniqlasak hozir chalkashib ketyapti, chunki syomka kunlari bizda tushuninglar, har xil u ketma-ketlikda bo'lmayapti hozir. Endi ilerga telefon qilmoqchi.